ياۋروپا-خىتاينىڭ تاشقى مۇناسىۋەت ۋە بىخەتەرلىك سىياسىتى يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەكىلى جوسېپ بوررېل خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلەن كۆرۈشكەندە ئىختىلاپلار داۋاملىشىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ياۋروپا-خىتاي بىلەن خىتاينىڭ نۇرغۇن مۇھىم مەسىلىلەردە ئورتاق تىرىشىشى ۋە ياۋروپا-خىتاي كىشىلىك ھوقۇق دىيالوگىنىڭ قايتا قوزغىتىلىشى كېرەكلىكىنى aytdi. بوررېلنىڭ ئىشخانىسىنىڭ ئېلان قىلغان باياناتىدا شەرقىي تۈركىستان رايونى ۋە خوڭكوڭ ۋەزىيىتىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنغانلىقىنى، شۇنىڭ بىلەن bir vaqtda بوررېلنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەيۋەنگە قاراتقان سىياسىتى ھەققىدە bir خىتاي سىياسىتىنى تەكىتلىگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. Ukrayna Ministrlar Kabineti Qrimni ozod qilish va qayta tashkillash strategiyasining harakat planini ma'qulladi. Xabar qilinishicha, bosh ministr Denis Shmygal yig'inda so'z qilib, qabul qilingan hujjatning Qrimning qaytib kelishining atrofliq yo'l xaritasi bo'ladiganligini eskartdi. Xalqaro taraqqiyot tadqiqot tajribaxonasining doklatiga qaraganda, Xitoy davlat banklari va prezident Shi Jinpingning zo'r so'mliq mablag' silish harakati bo'lgan bir balvoq bir yo'l tashabbusi hukumat va shirkatlar bilan imzolagan ochiq-oshkora bo'lmagan savdo sababli davlatlarni qarzga boqqan. Tadqiqotda bayqilishicha, bu qarzlarning qiymati taxminan 385 milliard dollar ekan. Washington pochtasi gazetining xabar qilishicha, Sin hambarlash tor bekiti YouTube Xitoy virusi vaksinasiga qarshi turadigan barliq mazmunlarni to'sadi ekan. Egilanishicha, bu cheklama Xitoy virusi bilan cheklanib qolmaydigan bo'lib, qizil va suv chechki qatorliq boshqa vaksinalarni nishon qilgan mazmunlarga yo'l qo'yilmaydi ekan. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusya'nın Qora dengiz qirg'og'idagi Sochida ko'rishdi. Yig'indan keyin Putin, "Yig'in nihoyatda foydali va muhim bo'ldi" dedi. Erdoğan bo'lsa Twitter hisobida Putin bilan unumli uchrashishdan keyin Sochidan ayrildik dedi. Yevropa-Xitoy komitetining raisi Ursula von der Leyen Kosovoga bordi. Ursula von der Leyen oldi bilan Albaniya va Shimoliy Makedoniya, orqadan Kosovoda ziyoratda bo'ldi. Von der Leyen Kosovo bilan Serbiya orasidagi mashinalarning chegaradan o'tishiga munosabatli krizis haqida to'xtalib, jiddiylikni tuvaltish intayin muhim dedi. Chexnan poytaxti Pirakadagi Václav Havel aerodromida yo'lovchilarni tekshirish jarayonida Ispaniyadan kelgan va zaharli chekimlik atkazchisi ekanligi gumon qilingan bir yo'lovchining qo'rsqidan taxminan 1,15 kilogramm kokain bayqalgan.